Do'stlar, hammaga salom. Ro'za oylarida charchamasdan, qiynalmasdan mazza qilib ro'zalar tutyapsizlar. Alloh dargohida qabul qilsin tutgan ro'zalaringizni. Men sizlar bilan yana foydali maslahatlarimni ulashishda davom etaman. Kommentariyaga yozinglar, podpiskani bosib qo'yinglar do'stlar va laykni ayamanglar. Потому что eng foydali va beziyon dorivor giyohlarni aytib beraman. Bo'lmasa medikamentoz yo'lda desanglar, meditsinskiy tomonlama menga kerak, malham kerak, tabletka kerak desanglar, kommentariyaga yozinglar, bu holatda ham chiqarib beraman videoni. Tak, tabobatga keladigan bo'lsak, grija kasalligida, ya'ni bel churrasi. Suyagimiz bunday o'mirtqa joylashgan bo'lsa, shuni zazorda shu orasidan go'sht o'sib chiqishi, go'shtlarning ichida nerv tomirlar juda ham ko'p do'stlar. Nagruzkan vaqtda bu suyak birikib bosishi, boyagi terini bosadi va og'riq juda ham qattiq og'riq bo'lishi, bu grija deb aytiladi do'stlar. Shu grija. Hech qanaqa buni волшебный dori yo'q. Do полного рассасывать qilib tashlagan. Oxirigacha so'rdirib bu terini kirgizib tashlaydigan. Pullaringizni sarflamanglar, har qanaqa firmalarga ishonmanglar va men aytgan narsani uy sharoitida qilinglar, og'riqsiz va uni ko'p mashqlari bor, упражнениялari bor va обязательно poyez tutib yurish kerak. Belni yaxshi mahkam olib yurish kerak. Keyin резкий движениyadan saqlanish kerak. Maqsadga o'taman. Sabelnika degan giyoh, dorivor giyoh bor. Shuni barglaridan, tomirlaridan olasizlar. O'zbekchasiga qilichboz deb qo'yadi. Aptekadan ham topasizlar. Sabelnika. 300 gram bargidan, tomirlaridan olib, yarim litr aroqqa solib, 21 kun salqin quruq joyga qo'yib qo'yinglar. Nastoyka tayyor do'stlar. Nastoykadan 1 choy qoshiqdan 2 mahal ovqatdan keyin 1 oy mobaynida ichasizlar. Va shu vaqtda mumyo ichiladi do'stlar. Mumyo ichasizlar ham surkaysizlar belga asal bilan qo'shib. Mumyo bessenna. Bunaqa dori suyaklarga mumyodaqa ta'sir qiladigan dori hali yo'q do'stlar. Mumyoni ichinglar, 1 yilgacha ichsanglar ham bo'ladi. Grijadan xudo xolasa 70-80% ga ozod bo'lasizlar.